Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Ular tugadi deyishganda, Eron raketa zaxiralari bo'yicha kutilmagan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Belarus chegarasi bo'ylab dron halqasi qurilyaptimi? Rossiyaning 5 ta sirli bazasi fosh bo'ldi. Eron uran zaxiralariga kirish yo'llarini portlatib minalar o'rnatmoqda. Yosh qizlar qanday qilib Epsteinning changaliga tushgan? Ular tugadi deyishganda, Eron raketa zaxiralari bo'yicha kutilmagan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Eron o'z arsenalini Rossiyada ishlab chiqarilgan raketalar bilan to'ldirgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Bloomberg razvedka ma'lumotlariga tayanib yozdi. Manbalarga ko'ra, Eron AQSh bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvi haqida o'z qurol-yarog'larining salmoqli qismini tiklab olgan. Ta'kidlanishicha, hozirda Eron jangovar harakatlar boshlanguniga qadar mavjud bo'lgan raketa arsenalining taxminan 4 dan 3 qismiga egalik qilmoqda. Agentlik suhbatdoshlari Tehron zarurat tug'ilganda qurol-yarog' zaxiralarini tezda ko'paytirish imkoniyatini saqlab qolayotganini ta'kidlamoqda. Shu bilan birga, ular Rossiya so'nggi 1 yil ichida ishlab chiqarilgan yangi raketalarni Eronga topshirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. May oyi oxirida CNN telekompaniyasi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini tahlil qilib, Eron AQSh bombardimonlaridan so'ng kirish yo'llarini to'sib qo'yilgan 18 ta yirik yer osti raketa arsenaliga qayta kirish imkoniyatini qo'lga kiritgani va ushbu bazalardagi 69 ta kirish tunnelidan 50 tasini tozalaganini xabar qilgandi. Telekanal so'rovida qatnashgan ekspertlarning fikricha, endi mamlakat o'q-dorilar yer osti omborlaridan tezda olib chiqish imkoniyati tufayli Isroil va Yaqin Sharqning boshqa davlatlariga ancha ko'proq uzoq masofali raketalarni uchirishga qodir. Belarus chegarasi bo'ylab dron halqasi qurilyaptimi? Rossiyaning 5 ta sirli bazasi fosh bo'ldi. Rossiya armiyasi Bryansk, Oryol va Smolensk viloyatlarining Belarus bilan chegaradosh hududlarida Geran 2 dronlarini uchirish uchun kamida 5 ta baza tashkil etgan. Bu haqda Ozodlik radiosi sun'iy yo'ldosh tasvirlari hamda ochiq manbalar tahliliga tayanib xabar berdi. Aniqlangan obyektlar orasida Smolensk viloyatidagi Shatal va harbiy aerodromi bor. U Belarus chegarasidan taxminan 46 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, 2025-yil boshidan beri uzoq masofali kamikaze dronlarini uchirish uchun foydalanilmoqda. Shuningdek, manbaga ko'ra, Oryol viloyatining Sembulovo qishlog'i yaqinida dronlar markazi tashkil etilgan. Rossiyaning Zvezda kanali uni dunyodagi eng katta markaz deb atagan. Bazaning maydoni qariyb 8 kvadrat kilometr bo'lib, 12 ta uchirish qurilmasi hamda dronlarni saqlash uchun 100 ga yaqin obyektlari borligi aytiladi. Maqola mualliflari yana 3 ta hududda mana shunday bazalarni topishgan. Tahlilchilarga ko'ra, Belarus bilan chegaraga yaqin joylashgani bois ular kamikaze dronlarning uchish masofasini qisqartiradi. Bu esa o'z navbatida ukrainaliklar uchun tahdidlarni aniqlash va bartaraf etishni yanada murakkablashtirgan. Ukrainalik harbiy ekspert Anatoliy Krapchinskiy ham buni tasdiqlab, mazkur bazalarni joylashuv jihatidan eng qulay nuqtalar deb atagan. Ukraina harbiy havo kuchlari vakili Yuriy Ignat esa Rossiya bu bilan Ukraina havo mudofaasining qiyinlashtirayotganini tasdiqlagan. U shuningdek, Belarus hududi havo hujumlari uchun tranzit yo'lak sifatida foydalanilayotganini qo'shimcha qilgan. Belarus rasmiylarining o'zi ham mamlakat havo sarhadlari buzilishi bilan bog'liq holatlar ko'payganini qayd etgan. Mamlakat harbiy havo kuchlari qo'mondoni Andrey Lukchanovga ko'ra, 2025-yilda ham 1400 dan ortiq mana shunday holat qayd etilgan. Biroq qo'mondon havo hududi buzilishi bilan bog'liq vaziyatlarning qanchasiga rus dronlari sababchi ekanini aytmagan. Eron uran zaxiralariga kirish yo'llarini portlatib minalar o'rnatmoqda. Eron AQSh tomonidan boyitilgan uran zaxiralarini qo'lga kiritish ehtimolidan xavotirlanib, yadroviy materiallar saqlanayotgan obyektlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Bu haqda AQSh razvedkasiga yaqin manbalarga tayanib CNN xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tehron qurol darajasiga yaqin boyitilgan uran saqlanayotgan ayrim tunnellarni ataylab qulatgan va kirish yo'llariga portlovchi minalar o'rnatgan. Natijada taxminan yarim tonna yuqori darajada boyitilgan uranga yetib borish ancha murakkab va xavfli vazifaga aylangan.
CNN manbalarining ta'kidlashicha, bu choralar AQSh prezidenti Donald Trampning uran zaxiralarini nazoratga olish yoki qo'lga kiritish imkoniyatini ochiq muhokama qilganidan so'ng ko'rilgan bo'lishi mumkin. Biroq ekspertlar bu qaror Eronning o'zi uchun ham muammolar tug'dirishi mumkinligini aytmoqda. AQSh Milliy yadro xavfsizligi ma'muriyatining sobiq rasmiysi Scott Rockerning fikricha, tunnellarni qulatish va hududlarni minalashtirish, boyitilgan uranni keyinchalik tekshirish, olib chiqish yoki qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada murakkablashtiradi. Shu bilan birga Tehron uranning ayrim qismlarini qazib olishning imkoni bo'lmaganini da'vo qilishi ham mumkin. Ekspertlar nazarida bunday holat xalqaro hamjamiyatda Eron kelajakda ushbu materiallarga qayta kirish imkoniyatini saqlab qolmaganiga oid shubhalarni kuchaytirishi mumkin. Yosh qizlar qanday qilib Epsteinning changaliga tushgan? Modellik skautlari dunyo bo'ylab yangi chehralarni izlash jarayonida birin-ketin yo'llangan elektron xatlarida o'z yangiliklarini kutilmagan bir shaxs ushbu sohada hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmagan, jinsiy jinoyatlarda ayblangan Jeffrey Epstein bilan baham ko'rgan. Bu haqda CNN xabar berdi. Nashrning yozishicha, skautlardan biri modellikka nomzodlardan birini Epsteinga siz bilan uchrashdan xursand bo'ladigan shiringina fransuz qizi deya maqtagan va Skandinaviyadan bo'lgan 16-17 yoshli potensial modellar guruhi keyingi yilga tayyor bo'lishini aytgan. Boshqa bir rekruter esa sayohatga tayyor bo'lgan 19 yoshli rossiyalik qizni tavsiya qilgan. Yana biri esa yosh modelni eng yaxshi qiz deya ko'klarga ko'targan. U men sizga berishni rejalashtirib yuborgan sovg'am deb yozgan rekruter. Obro'sizlangan moliyachi bilan aloqada bo'lganlar faqat ushbu professionallar bilangina cheklanib qolmagan. CNN AQSh Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan ko'plab hujjatlarni o'rganib chiqib, Epstein va modellik industriyasi insiderlari, jumladan agentlik rahbarlari, ma'murlar va rekruterlar o'rtasidagi aloqalarning ko'lamiga doir yangi tafsilotlarni aniqlagan. Hujjatlar jinsiy jinoyatchi va dunyo miqyosidagi ushbu sohaning ayrim vakillari o'rtasidagi o'zaro manfaatli munosabatlarni ko'rsatadi. Epstein pul, professional aloqalar va AQSh vizasini olishda yordam bergan. Modellik sohasi xodimlari esa uni yosh, xorijlik ayollar bilan ta'minlagan. Ularning aksariyati hozirda Epstein tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchraganini aytmoqda. Hatto Epstein 2008-yilda jinsiy jinoyatlarda aybdor deb topilganidan keyin ham modellik sohasi insiderlari u bilan qo'shma biznes loyihalarini boshlash yo'llarini izlashda davom etgan. Uni moda namoyishlariga taklif qilishgan va o'z kompaniyalari bilan hamkorlik qilishga ruxsat bergan. Bu esa Epsteinga u o'lja sifatida nishonga olgan modellarning karyerasini belgilab bera oladigan nufuzli rahbar qiyofasini taqdim etgan. CNN ko'rib chiqqan elektron xatlar shuni ko'rsatadiki, sohaning kamida 6 nafar taniqli vakili ro'yxatda turgan jinsiy jinoyatchini yosh modellar bilan bog'lashga qayta uringan. Ularning ayrim xabarlarida jinsiy ishoralar mavjud bo'lsa, boshqalari oddiy kasbiy tavsiyalardek ko'ringan. Hujjatlar shuningdek ko'plab boshqa insiderlar ham Epstein bilan do'stona yozishmalar olib borganini ko'rsatadi. Adliya vazirligi hujjatlarida nomlari keltirilgan boshqa modellik insiderlari hech qanday qonunbuzarlikda ayblanmagan va ular Epsteinning jinoyatlaridan bexabar bo'lganliklarini da'vo qilgan. Ko'pchilik Epsteinni moda olamida qonuniy va nufuzli shaxs deb bilganligini, bunga uning Victoria's Secret brendining sobiq egasi bilan aloqalari sabab bo'lganini aytgan. Daniel Siat ismli professional modellar rekruteri Epsteinni bir nechta modellar bilan uchrashtirishni tashkillashtirib bergan. Ulardan 2 nafari CNNga Epstein ularni zo'rlaganini aytgan. Siat bergan intervyusida ushbu ayollarga zarar yetkazilayotganiga ishonish uchun unda hech qanday asos bo'lmaganini ta'kidlagan. Siatning so'zlariga ko'ra, Epstein uni o'z jinoyatlari uchun jazosini o'tab bo'lganiga va u tavsiya qilgan hech bir inson bilan bunday holat takrorlanmasligiga ishontirgan. Men unga tanishtirgan va keyinchalik yonimga qaytib, yomon vaziyatga tushib qolganini aytgan birorta ham odamdan bunday gap eshitmaganman. Men bu odamni professional shaxs deb hisoblagandim, deydi Siat. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.